Bular $20,800 mana bunaqa Dongfeng ILS L7 avtomobilini sizlarga topib qo'ydim. Juda ham chiroyli narxda. 20,800 mana bunaqa o'zining chiroyli TPI poliklari bilan. Oddiy latta polik emas, ana kuchli joyda beriladigan TPI polik yaxshisidan. Xo'p, salonlari qora rasvetkasidan, faqat qora rasvetkasidan qolgan. Xo'p, ruskatsiyalar qilib beriladi, 3 yil garantiya, zaryadchik poliklari bilan, hamma narsalari bilan bor. Чисто elektro 518 km zapas xod, old ведущий Dongfeng ILS L7. Do'stlar, bunaqa mashina kim kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, men sizlarga orqalarini ham ko'rsataman hozir. Imam bunaqa takoy chiroyli diskada bu avtomobilimizda 18 diska. Xo'p, orqalari mana sideniya hozir yotgan holatida bo'lganini hisobiga orqani transformatsiyasini uncha ko'rsatolmayman, lekin orqada joy juda ham katta. Bagajiga keladigan bo'lsak, bagaj o'shim katta desa bo'ladi buni. Bagajlari elektrondan ochiladi. Xo'p, bagajlari. Xo'p, do'stlar, bu bagajlariga qaranglar, juda ham katta. Mana endi zapaska Xitoyda bilasizlar bo'lmaydi. O'sha o'rniga mana bunaqa kattagina joyi bor. Xohlasanglar zapaska qo'yib olsanglar bo'ladi, xohlasanglar bu narsa solib qo'ysanglar bo'ladi. Zapaskani o'rniga esa mana bunaqa o'zini jitkisi bor. Jitkisini ichiga siz haydaysizlar, shu bilan bemalol yuraverasizlar. Mashinani video juda ham chiroyli.